Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun biz operatorlar mavzusini boshladik. Operatorlarga kirish. Bundan avval operandus va operator tushunchalarini tushunib olsak, operandus ma'lumotlarni ifodalaydi. Operator qiymat hosil qilish uchun operandus qanday qayta ishlashini belgilaydi. Xo'p, bu yerda 2 + 3 ni bergan ekan bizga. Ushbu ifodada 2 va 3 lar operandlar va plus ishorasi qo'shish belgisi bu operator hisoblanadi. Ya'ni 2 bilan 3 operand. Operator turlari 5 turga bo'lingan ekan. Arifmetik operator, tenglik aloqa operatorlari, bitwise operatorlari, belgilash operatorlari va mantiqiy operatorlar. Bularni keyingi darsimizda to'liq ko'rib chiqamiz. Hozir dastur kodida operand va operator tushunchalarini ko'rib chiqamiz. Mana dastur kodiga ham o'tib oldik. Bu yerda 2 sonni qo'shamiz. Son uchun 20. Bu yerda A-miz operand, B-miz operand, plus belgisi amaliy esa bu yerda operator hisoblanadi. Natijamizni olamiz. Va mana natijamiz 30 ga teng ekan. Shu bilan operatorlar mavzusining birinchi qismi o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'linglar.